Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Qumqo'rg'on yangi yer bozorini juda ko'p obunachilarimiz so'radi. O'sha obunachilarimiz talabiga binoan bugun biz Qumqo'rg'on yangi yer bozoridamiz. Kimda qanday e'lon bo'lsa, kommentariyada qadab qo'yilgan Telegram guruhimizga o'tib tekin e'lon bersangiz bo'ladi. Bizlar Surxon Obzor kanali sizlarga yangilik ulashdan charchamaymiz. Bu videoga bir dona like bosib qo'ysalaringiz, bizlar jamiki bozorga borishga harakat qilib, O'zbekiston hududidagi barcha bozorlarga borib narxlarni yoritaveramiz. Faqat sizlardan qo'llab-quvvatlashlaringizni so'rab qolamiz, xolos. Qani unda videolarni boshladik. Aka, savdosi qanday bo'lyapti? Savdo bo'ladi. Gap yo'q. Mana shunday narxlarni yashirmayotgan odamga rahmat desak arziydi, chunki mol o'ziniki, birovdan qo'rqadigan joyi yo'q. To'g'rimi aka? Albatta. Qayerda qo'zilari bo'ladi? Manzil. Yangi yerdagi. Yangi yerda qo'zilari. Bular dekabrski, noyabrski, yanvarmi? Qaysi oy tug'ilgan? Yanvardiki. Yanvar. Urg'ochi Qo'chqor. Bu erkak, bu urg'ochi. Qancha so'radi xaridor? 33 ga 30 bo'lyapti. 33 ga 30. Gap yo'q. 30 sen. Bu 33 sen. 33. Endi Qo'chqor ozgina qimmatroq bo'ladi-da. Albatta. Erkakning hurmati bor-da. Shunday gap yo'q. 5-6 oylar bo'lgan. Aka, taqalganini nech dedingiz xaridorga Qo'chqorchani? 3,5 baho qo'yyapmiz. Xo'p, kelishtirib berasiz Endi a? oyog'ini so'rab olamiz. Gap yo'q. Mana ko'raveramiz. Bu yoqda qo'y bozorda. Albatta. Bozorda yarim yoqda qora mollar qatori, sifatli mollar juda ham ko'p. Bu yoqda qo'y bozorlar qatoridan videolarni boshladik. Rahmat aka. Hurmatli obunachilar, mana bu baquvvat MDF materialdan Surxondaryo viloyati Jarqon tumani Kakaydi qo'rg'ondan og'alarimiz, o'zimiz kanalimiz obunachilari chiroq narxida bitkazib beryapti. Mana bunaqa ko'chma do'konlarda. Juda ham baquvvat material ekan. Ustiga chiqib, urib sindirib ham ko'rmoqchi bo'ldik, sinmadi baribir. Surxondaryo viloyati bo'ylab xizmat ko'rsatishadi. Xuddi mana shunaqa do'konlarni istasangiz ikkinchi tomog'ini ochiq variantini ham qilib beriladi. Hamyonbop narxlarda. Batafsil ma'lumotlar uchun video ostida raqamni qo'ng'iroq qilsalaringiz bo'ladi. Soq qo'y, ha? Qo'zisi bilanmi? Yo'q. O'zimi? Qancha so'radi xaridor? 45 deyapti. Gap yo'q. Qancha so'rayapti? Ko'rishlaringiz mumkin. Har xil so'rayapti. Soq. Turmagani. Soq qo'y deyilyapti. Aytilishi qancha aka buni? Aytish 45 bo'lsa beraman. 45 4,5 million-da. Ha. 4,5 millionga qarab borsa, baraka deyilyapti, ko'raverasizlar. Bobo, savdosi qancha bo'lib qoldi? To'qlimi, nima bu? Ha? Qo'chqorcha-da? 43 dedingizmi? 4 million 300. Bermadingizmi? Uzr. Nechlar bo'lsa bitadi, bobo? 45lar bo'lsa baraka, mana ko'raverasiz. Qo'zili qo'y qancha bo'lib qoldi? Ya baraka bo'ldimi ekan? Qancha so'radi xaridor? 6,5 million. Qo'zisi kattagina ekan-a? Qo'chqorchami, urg'ochimi? Va qo'zisi urg'ochi, gap yo'q. 6,5 million. Bermadingizmi? Aytilishi qancha? 7 mi? 8 mi? 7 million aytilishi. Haqiqatan katta qo'y ekan, azizlar. Yaxshi narx. Yangi yer bozorida. Qancha bo'lyapti savdosi qo'zilib qo'ylardi akalar? 5,5 million. Qo'zisi bilanmi? Bu mallani bo'lasi malla, qorani bo'lasi qora. 5,5 millionga bitmagan bo'lsa, nechilarga bitar ekan-a? Ha, og'a. Yorilib gapirdingizmi xaridorga? Necha dedingiz? 6lar baho qo'yilyapti, gap yo'q. Zo'r. 6dan o'tib berasizda xayriga. Basiga chiqsa beraman. Gap yo'q, gap yo'q. Rahmat. Mana shunday narxlarni aytgan odamlarga rahmat. Aka, assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Qo'zilar qancha? Necha bo'ldi? 57 ga berdim. 57 ga qo'zilib qo'ydi. Ha. Bitmagani 57 ga, gap yo'q. Necha bo'lsa baraka? 58 mi, 59 mi? Ya 6 million qarab borsa bar. 6lar bo'lsa bar. Qo'zisi Qo'chqorchami, urg'ochimi? Urg'ochi. Qo'zisi urg'ochi deyilyapti, gap. Qo'chqorlar da bular, ha akalar. Ikkita qo'chqor juniga e'tibor berasizlar. Shaka chiqqanmi, yo'qmi? Shak, chori, panja. Akalar, yoshi qanday? O'tgan yilga qo'zi. Demak, qo'zi qo'chqorlarda. Bir yil uzun ekan. Bu xaridorlar qancha so'rayapti? Ha akalar. 5,5 gacha.
Qancha baho qo'ydilaringiz? Qo'zi qo'shqorda. 6 ga qarab chiqsa baraka. Shundaymi? Mana azlar beli uzungina. Mana bunaqa qo'zi qo'shqorda. Ko'raverasiz. Qo'zilar qancha olib qoldi aka? Xaridor qancha so'radi? 3 million 700 dan so'rash. 32 dan. Bu o'tgan yil qo'zilarda dekabrska. Ha, shunday. Erkak urg'ochi. Erkak ikkalasi. Erkak qo'zilar gap yo'q. Necha bo'lsa barakada deb turibsiz. Nechaga qarab chiqsa? Ozroq bor. Tepaga qarab sal chiqsa? Ha, ozroq. Mana ko'raverasiz. Desa beramiz. Mana 3,5 dan baho qo'y. 3,5 dan baho qo'yilgan dekabrsk qo'zilarga. Dekabrsk qo'zilar. Ko'rishlaringiz mumkin. Qo'zilar qancha olib qoldi aka? 7 aytilishimi? Xo'p, bozor qancha ko'tardi? O'zingiz ko'rinmaysiz aka, mayli. Menga qo'zining qo'ying narxi qiziqda. Bu odamlarga ham qiziq. Bilsin deng. Ha, odamlar bilsin-da Yangi Yer bozorida qo'zilar qo'yiladi. Bozor necha ko'targanini aytavering. 58 ga bitmayapti. Mana ko'raverasizlar. Yangi Yer chorva bozoridamiz, azizlar. Surxon Abzor. Surxon Abzorda efir ketyapti. Surxon Abzor. Surxon Abzor. Aka qo'zilar qo'ymakan? Sizlardanmi? Shunday. Qo'zilar qo'ymakan? Sizlardanmi? Qancha bo'lyapti savdosi aka? Bunisi 5 million bo'lyapti. 5 million. Bermadingizmi? Ye gap yo'q. Nechilardan bo'lsa bitadi aka? Qaysi bir aka? Mana shu 5 ga bermaganingizda. 5,5 bo'lsa beradi. 5,5 bo'lsa barak. Bu-chi katta qo'zilar. Arashan buni bolasi, Arashan. Mana. Yetibga chiqay, Arashan. Bularchi? Bularchi katta qo'y. 9,100 bo'ldi aka mana ekan. Necha? 9,100 mana. Yegiz bolasi bilan 9 million 100. O, gap yo'q. Pashta 10 millionda. Necha bo'lsa bitadi aka? 10 taga bo'lsa aka. 92 larga ham bitmaymi? Yegiz bolasi bilan. Bolasi dekabrskami deyman? Yo'q, dekabrskasi yarim. Yanvarska? Yanvarda tug'ilgan bolalar. Gap yo'q. Mana. Ko'raverasizlar. Qaysi baraka bo'ldi akalar? Aytaverasizlarmi? Qaysi baraka bo'ldi? Endi odamlarga narx qiziqda. Savdosi qanday bo'lyapti ekan, bobo? Qancha so'radi? Aha. Qancha so'radi xaridor? 4200 so'rayapti. 42 ga. Qo'shqorchada. Qo'zda qo'shqor. Qora qo'shqor. Necha bo'lsa oling dedingiz xaridorga? 42 ga bitmagan bo'lsa. 4,5 deyapman. 4,5 aytilishi. Mana. Ko'raverasizlar. Gap yo'q. Savdolaringizni bersin. Og'a qo'zilar qo'yda qancha olib qoldi? 7 million aytilishimi? Aytilishi 7 million. Egiz tug'ami yo toqami? Voy gap yo'q mana. Bolalari qora qo'zilar ekan. Mana. Bozor nechagacha ko'tardi bugun? 6,5 gacha. 6,5 milliongacha olib turibdi qo'zilar qo'ylar. Mana ko'raverasizlar. Rahmat shunaqa narxni yashirmasdan aytgan odamlarga. Aka, katta savlatmi nima bu? Qo'chqor. Qo'chqor. Qancha so'radi xaridor? 7 qilyapti. 47 ga bitmayapti. Yoshi qanday? Yoshi Shishaka chiqqanmi? Shishaka chiqqan. Shishak. 47 ga bitmagan bo'lsa necha bo'lsa baraka aka? 5 dan oshadi. 5 dan oshsa baraka deyapti sotuvchi akamiz. Mana ko'raverasizlar. Bu yoqda yana bir qo'shqorni ko'rsatib o'tamiz. Savdosi qancha bo'lyapti ekan? 5,5 million. Shaka chiqmaganmi deyman? Endi chiqadi, ha? Nechlar bo'lsa bitadi dedingiz? 56, 57. Qaysi kanal bu? Surxon Abzorda ko'raverasiz o'zingizda aka. Surxon Abzor. Boshqa bozorlarda ham yuramiz, endi Yangi Yer bozori uchun layklarni bosamiz. gap yo'q aka. Yangi Yer bozorida narx qulay ekan. Men barcha obunacholarimizga tavsiya qilaman. Mana azizlar 5,5 milliondan chiqsa, mana bu qo'zi qo'chqorda baraka deyapti akalar. Gap yo'q. Qayerda? Bu yerda video qildim-da boya. Hali ham savdosi bitmadi. Qo'zilik qo'ylar, ha, qo'zilik qo'ylar qancha bo'lyapti? 6,5 million. Taqami bolasi bitta. Qashqa qo'yda. Qashqani aytyapsizmi yo narxisimi? 6,5 ga bermadingizmi, aytilishimi? Aytilish. Bozor necha ko'tardi?
oltilarga bitmayapti qo'zilik qo'y, mana ko'ryapsiz. O'rtacha 5 million, 5,5 milliondan boshlanadi qo'zilik qo'ylar. Bular 3 oy ham qo'chqormi? Qancha so'radi xaridor? 5 million. 5 dan. Bermadingizmi? Qo'zi qo'chqorda hammasi, ha? Aytilishi qancha? 6 milliondan baho qo'yilayapti. Mana ko'rsatamiz. Azizlar, mana Yangiyer qo'rg'onidan mana akalarimizdan tushirib qo'yaveramiz, chunki kanalimizda musofirlar ko'p-da. Ko'rsa, tanishlarini ko'rsa xursand bo'ladi, to'g'rimi? Mana Yangiyer qo'rg'onidamiz hozirgi vaqtda. Katta ko'k qo'chqormikan bu? Shak chori panja. Qo'zi qo'chqor. Shakka chiqmagan ham. Yemagan-da. Qancha so'radi xaridor? 68. Bermadingizmi? 68 ga berilmayapti azizlar. Haqiqatan katta qo'chqor bu. Nechlar bo'lsa bitadi dedingiz? 7,5. 7,5 dan bo'lsa barak. Yangi yer qo'chqormi bu? O'zlaringizdan, ha? Yangi yerdan. Gapi. Azizlar, 11 million 200 ga ikkita qo'chqor bir joyda baraka bo'lganlaridan. Sotganga ham olganga ham barakali bo'lsin deb qolamiz. Shu ikkita boylangan-da. Shiko ketdimi? 11 200. Shaka chiqqanmi, yo'qmi? Yo'q. Qo'zi qo'chqorlar, gap yo'q. Mana Yangiyer bozorida savdo avjida. Bu 5 tasi nima bo'lar ekan? Sotilarmi ekan? Bilmadim. Egasi boshqa? Mana. Ko'raverasizlar. Qo'zini qo'ylar sizlardanmi? Bu yerdan qo'ridagi sizlardanmi? Egalari bormi ekan, ha? Ayta olasizlarmi? Qancha so'rayapti xaridor, og'a? Egalari bormi ekan? Akalar, assalomu alaykum. Azizlar, qoramollarni obzor qilganman. Endi kommentariyaga yozib, qoramolni so'rashlaringiz shart emas. Qoramollarning videosi отдельно chiqadi Yangiyer bozorida. Assalomu alaykum. Qo'zili qo'ymakan bu? Ya yakka o'zimi? Qo'zili qo'y, narigi qo'zi bilanmi? Qancha so'rayapti xaridor? 6,5 million. Qo'chqorchami, urg'ochimi? Qo'chqorcha. Bo'lasi qo'chqorcha. Aytilish qancha bo'ldi buni? 7,5 million. 7,5 million aytilish bahosi. Gap yo'q. Mana ko'raverasizlar. Rahmat. Mana shundan narxni aytgan odamlarga rahmat desa arziydi. Bu baraka bo'ldimi-kan, ha? To'xlama. Surxon obzorda chiqadi. Surxon obzorda. Shasma. Akalar egalari bormi-kan? Odamlarga narx qizdirdi, ayting buni. Sizdan emasmi? Shu egasi yo'q deyishadi-da. Qo'zilar baraka bo'ldimi-kan, akalar? Baraka bo'lmadimi hali? Bular dekabrskimi, noyabrskimi? Noyabrsk qo'zilar. Qancha so'radi xaridor? 37 dan bitmayapti. Gap yo'q. Mana ko'raverasizlar. Nechlardan bo'lsa bitadi, aka? Qo'chqor urg'ochi. To'rlar bo'lsa baraka. Hammasi qo'chqor. Rahmat, mana shunday narxni aytgan odamlarga rahmat aytsak arziydi. Bu yerda baraka bo'lganlardan. Akalar qaysi baraka bo'ldi ekan, ha? Mana bu baraka bo'ldi, qo'shqor. Qo'zili qo'yma. 5 million 300 mingga baraka bo'ldi. 53 ga. 53 ga. Gap yo'q, zo'r narx. Qo'zisi bilan, ha? Qo'zisi bilan, ha. Egiz qo'zisi. Sotganga ham, olganga ham barakali bo'lsin deb qolamiz. Yangiyer qo'rg'onidamiz hozirgi vaqtda. Mana ularni 57 dan bo'lyapti. Bu ham qo'zili qo'ydi. Ha, mana hozir qo'zini o'zini otdanda sotyapti. 57 ga bitmagan bo'lsa, sotuvchimi aka? Ha, nechidan bo'lsa bitadi? Men 58 bo'lsa beraman dedi. Izi ko'pmi qo'zili qo'ylar, faqat shumi? Shu, hozir aka shu. Nomer qoldirmaymiz, ha? Nomer qoldirsangiz ham bo'ladi. Agar izi bo'lsa, bir ikkita qoldirsak bo'ladi. Bu bozorda sotilib ketsa, xudo xolasa, sotilib ketsa bozorda keyin bezovta qilmasin deyman-da. To'g'ri. Hozirga paka shu aka. Gap yo'q. Qayerda qo'ylari bular? Gagarin birinchilik. Gagari, Qumqo'rg'onda. Gap yo'q, rahmat. Mana, ko'raverasizlar.
Assalomu alaykum. Surxon Abzor kanalida ko'raverasizlar qo'zilarni. Egalari bormi ekan? Egalari mana bobo. Assalomu alaykum. Bobo yaxshimisiz? Charchamayapsizmi? Bobo sotyapti. Bular qaysi oygi qo'zilar, bobo? Bu yangi yildan keyin tug'ilgan qo'zi. Yanvarda-da. Ha, yanvar. Qancha so'radi xaridor? 28 so'rab turibdi. Ko'tara qildimi? Ha, ko'tara. 6 ta, 3, 7 ta ekan, ha? 7 ta. 7 ta qo'zi. Nechta bo'lsa bitadi, bobo? Bilmayman ne baba. Tepaga ko'tarilsa, gap yo'q. Yolg'on Mana. qilib kerak. Ko'raver. Meni bozor ko'targani bo'ladi-da. Ha, shu. Savdongizni bersin. Rahmat. Mana. Rahmat. Echki uloqlardan so'raganlar uchun bu baraka bo'ldimi kana? Og'a sizdanmi? Bo'ldi baraka. Nech ketgan bu? 16 yarim. Takami, sarkami? Gap yo'q. 16 yarimga. Taka mana, kattaginaga o'xshaydi. Turunqani bir. O mana. Ko'raverasizlar. Bozor eng qulay zo'r joy. Azizlar, mana men tavsiya qilaman. Yangi yer bozori boshqa bozorlarga nisbatan menga arzonga o'xshab tuyuldi. Mana shuncha mollar obzor qilyapmiz. Endi echki uloqlar qolyapti-da, bu yerda qo'ylarni obzor qildik. Qani ko'ramiz. Vo mana. Egalari bormi ekan, ha? Egalari shu hammasi egasi shunday. Oling. Bu Kimsiz? qancha so'rayapti xarid? Endi chorva blogerimizda, bobo. Qorani qancha so'radi? Qaysini? Kattani. Takanimi? Aha. 3 million. Berilmadimi? Berilmadi. O mana. So'rayvering. Buni taqilganini ishdaysizlar. Bozor ko'targanimi? Arzi bozor. Aha. Kichkinacha, quloqcha. Ularni bilmadik. Hozir YouTube'ga ketyaptimi? Surxon Abzorda efir ketyapti. Mana. Yashang. Bu qora qancha bo'lib qoldi aka? 19. 19. Bermadingiz, men aytilishimi? Berilmadi. Berilmaganiga deb aytilyapti azizlar. Nechta bo'lsa bitadi aka? Takada bular? Bu taka, bir sirg'achi 18. Bunisi echki. Qisirmikan, bo'g'ozmi bu? Bu bo'g'oz deyilyapti. Qayerda echki uloqlari bular, takalari? Qorsaqli, Qumqo'rg'on tepasida, Suvombor tepasida, adashmasam. Gap yo'q. Savdosi qanday bo'lyapti ekan, echkini, aka? Sizlardanmi? Qancha so'radi xaridor? Aytib qo'yilmadi. 1,5. 1,5 million aytilish, ha? Aytilishi 1,5. Qancha so'radi xaridor? Kavur 14lar bo'lsa baraka, gap yo'q, mana ko'raverasizlar. Bozordagi eng katta takalardan, echkilardan bittasi, ha? Taka. Takami bu aka? taka. Qanday bu? O'zini ham ko'rsatib. Narx qanday bo'lyapti aka? O'zingiz ko'rnasiz yo'qmi? Qancha so'radi xaridor? 3,5. Sarkami, takami? Taka. 3,5 million bitmadimi? Aka? 4 million aytilishi gap yo'q. Akalar qanchadan baraka bo'ldi? 35 dan. Mana. To'plilar. Nimaga bozorning o'rtasida turibingiz, ko'rmayapsiz? Ko'raverasiz. Mahkam ishlang aka, gap yo'q mana. Baraka bo'lganlar. Sizdan qancha bo'ldi, bobo? 26 ga qo'za dekabrskka. Ko'raverasizlar. Shu akamni yaxshilab olib qo'ying, akam. Savdosi qanday bo'lyapti, o'g'a? Uloqlari bilan. 24 dan bo'ladi. 200 dollardan. 24 dan. Bitmayapti. 2 million 400 dan. Qancha chiqsa baraka dedingiz? Kelishamiz endi. Tepaga sal chiqsa? Ha, ko'ngillanib savdo bo'lsa kelishamiz. Gap yo'q. Yoshgina echkilar ekan-da. Yosh bir tutorli. Bolasi erkak urg'ochi. Bittasi urg'och, bittasi erkak. Bittasi urg'ochi, bittasi erkak ekan, gap yo'q. Rahmat, mana shunaqa narxni yashirmay aytdi odamlar. Egalari bormi kana? Bobo sizdanmi? Yo'q aka, egasi yo'q, egasi ketdi. Ko'raverasizlar, bozordagi agar yolg'on gapirayotgan bo'lsa, egalari agar egasi yo'q deb endi o'zlari nima deydi? Yolg'oni uchun javobini beradi. Bu eshikka uloqlari bilan-da? Ya bitta ko'gi, narxi egiz bo'ladi. Egiz bolasi. Mana ikkita 3 million 100. Bermadingizmi? Necha bo'lsa bitadi egiz bolasi? 32 bo'lsa egiz bolasi bilan baraka. Mana 23. Gap yo'q, mana azizlar. O mana. Aka, izi ko'pmi bularni? Faqat shular 70 ta bor aka. 70 ta bor. Demak, qayerda echkilar? Surxonda.
Raqam qoldirsak nima deysiz? Mendan echki quloq so'ragandan ko'pda uyingizdan borib, xudo xolasa xaridorlar borib savdo qilishi mumkin. Surxon nechinchi bo'lim? Surxon 1-bo'lim. Surxon 1-bo'lim. Qumqo'ronga qaraymi, Jarqo'rg'onga? Jarqo'rg'onga qaraydi. Raqamingiz 99 99 kodi bilan 99 992 992 96 96 90. Oxiri 90. O'sha raqamga qo'ng'iroq qilib savdo qilsalaringiz bo'ladi. Bizda Surxon Abzor kanalini aytib qo'ng'iroq qilsalaringiz kelishtirib chiroyli narx qilib berishadi. 2000 yana xayriga o'tib berilar ekan. Qanday bo'lyapti, og'a? Egiz bolasi bilanmi? Ha, 3 million 600 ming bo'ladi. 3 million 600 ga, uloqlari ham katta ekan, gap yo'q. Mana echki. Bitmadimi? Necha baho qo'ydingiz, og'a? 4 million debdi. 4 million aytilishi jino olingan katta echki. Taka ekan uloqlari. Mana. Izi ko'pmi, faqat shumi echkilar? Olgan sotilgan. Sizda savdo qanday, uloqcha? 1 million kami bor. Takashami nima bu? Taka. Gap. Bozor necha ko'tardi? 890. 890. Bular qancha bo'lyapti, og'a? Surxon Abzor. Aka savdosi qancha bo'lyapti ekana? Ikki bo'lasimi? Yo'q, buni 750 dan so'rayapti. Uloqlardi. Hop, Bunisini 1 million 700 so'rayapti. 1 million 700 ga. Bu echkimi, takami? Taka. Ha, o'tganligi taka. 1 million 700 ga bitmagan bo'lsa nechida? 1 million 800 mi, 2 million? 1 million 800. 1 million 800 ga bo'lsa baraka deyapti akam. Gap yo'q, rahmat. Mana. Ha, bobo. Savdo qanday bo'lyapti? Charchamayapsizmi? Sog'liq qanday, bobo? Uloqlarni necha ko'tardi bugun bozor? Uloqlarni 900 dan ko'taryapman ikkovini. 900 dan. Bitmadimi? Ikkovini 900 dan so'rayapman. Erkak urg'ochi nima? Urg'ochi. Urg'ochi uloqlar. Qayerda uloqlari bular? Ular shu yerdiki. Yangi yeri? Yangi yerdiki mallar. Izi ko'pmi, faqat shular qoldimi? Ular qoldi. Faqat odirda qolgan. Adirda. Nomer qoldirmaysizmi xaridorga? Yo'q. Mana shular sotilsa bo'ldi. Savdoingizni bersin, rahmat. Senga shu ham omad. Rahmat. Sog' bo'ling. Qaysini savdosi bo'lyapti, akalar? Yana bolami? Ha, ulog'i bilan. Qancha so'radi xaridor? 2 million 150. Bermadingizmi? Zo'r narx bo'pti-ku, aka. Xaridorga yorilib gapirdingizmi? Necha dedingiz? 20 ga soldim. 50 ming chiqsa baraka degansiz, ha? Mana ko'raverasiz. 2 million 200 da bo'lsa baraka deydi. Qashqi takami nima aka? Qancha so'radi xaridor? 11,900. Qancha so'ragan? Aytib. 1 million 100 so'radi. 1 million 100 bitmadimi? Necha bo'lsa oling dedingiz? 100 dollarmi? Mana ko'raverasiz. Uloqlardan so'raganlar uchun mana kichkinagina uloqlarni ko'rsatib o'tamiz. Qancha so'radi xaridor? 800 mingdan. Kattasinimi? 800 ga 850 ga. Bermadingizmi? Zo'r narx bo'pti-ku. Ya ko'taribsizmi tepaga? Aytilishi qancha? Aytilishi. Ya bu 1 million baho qo'ydingizmi? Qancha baho qo'ydingiz? Yo'q, shu pullarni bermadi. Aha, endi beramiz. Kelishiladi, ko'raverasiz. Mana azizlar, Yangi yer bozori. Mana. Savdo avjida. Hurmatli obunachilar, avtomashinangizga yoki traktor, yuk mashinangizga ballonlar izlayotgan bo'lsangiz, men sizlarga eng arzon, eng hamyonbop joy qisqacha aytib o'taman. Traktorlarga ham, oldi ballonlarga, 28 larga tushadi. Yangi pachka ballonlar, qolaversa mana bu furalarga ham tushadigan ballonlar bor. Qolaversa mana bu yerda Tikodan tortib, to bu yerdan Tracker, inomarka mashinalargacha 21 razmerdagi ballonlargacha, diska ballonlargacha bu yerda ham bir ko'rsatib o'ting. Diskalarni ham optim joydan olaverasiz. Manzilni aytib o'taman qisqacha azizlar. Surxondaryo viloyati Qiziriq Jahon bozori post mana Jahon bozori chorrahasiga yetmasdan bu tomonda Jarqo'rg'on Surxon postkayidan kelaverishda Avtoshina 200 do'konidan batafsil qo'ng'iroq qilib, ma'lumotlarni olib, narxlar haqida qiziqadiganlar bo'lsa, eng qizig'ini aytsam, eng qizig'i muddatli to'lovga hal qilsalaringiz bo'ladi. Mana ko'raverasizlar. Diska ballon hammasi komplekt bor.